Dunyodagi birinchi universitet musulmon ayoli tomonidan asos solingani haqida bilasizmi? Bu Marokashdagi Al-Qaravayn universiteti. Marokashning Fez shahrida joylashgan bo'lib, dunyodagi eng qadimgi va doimiy faoliyat yuritayotgan oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Unga 859-yilda Fatima al-Fihriy tomonidan asos solingan. UNESCO va Guinness rekordlari kitobi uni dunyodagi eng qadimgi universitet deb e'tirof etgan. Fatima al-Fihriy Tunisning Kayrovon shahridan kelgan boy savdogarning qizi bo'lib, otasidan meros qolgan boylikni Fez shahrida masjid va madrasa qurishga sarflagan. Bu madrasa vaqt o'tishi bilan ilm-fan va diniy ta'lim markaziga aylangan. Universitet kutubxonasi dunyodagi eng qadimgi faoliyat yuritayotgan kutubxonalardan biri bo'lib, 30 mingdan ortiq qo'lyozmalarni o'z ichiga oladi. Aytsam ishonmaysiz, hattoki hozirgi kunda ham bu qo'lyozmalardan Yevropaning nufuzli universitetlari foydalanishadi. Al-Qaravayn universiteti islom dinining ilm-fan va tafakkurga ochiq din ekanligini isbotlagan. Bu ma'lumotni barcha do'stlaringiz bilan bo'lishing, obuna bo'lishni unutmang.